turib bozorga kelsa tevib baqa qapti degan gapni hamma böyle anladik. Bu gap bak to'g'ri aytilgan so'z. Ajdodlarimiz burundan boshlab turibning xususiyatininki bak cho'ng ekanligini bilib yetgan. Hozir qolsa turib yetgan odamni topmoq bak ta'sulab ketdi. Ancha muncha bir ikki oyda bir qatam lampon yegan chog'da lamponchi sapamizni turib yemisizlar. Bir polo yegan chog'larimizda ancha muncha aşı polochilar bir turibni sayto'g'rab bamiz yemitmez. Amaliyotda hozir qadar mushunda kangri mol nazi nimetlerge to'lab ketgan, kunda yeyishimiz batti polo, nazi nimet yuqori energiyali tomoqlarni yavatgan, qandimay ko'p, qon qo'yoq odamni kundan kun ko'p yeyotgan bunday mazgilda amaliyot turib eng yaxshi dori. Hozir turib kundan kunga dasturxonimizdan asosda supurilib chiqarilyapti. Nurg'unlarimiz turibning xususiyatini bilganligimiz sababidan qoidadan buni dasturxonga olib chiqqan bilan yana nurg'unlagan odamlar turibning xususiyatini bilmaydi. Bu turib hazmni bak yaxshilaydi. İştahını bak acıtı, qonni jonlantirdi, ham qonni suyuldirish xususiyati. Biz qonnimay ko'p qon qo'yoq odamlar yo'lda pasanlanadi. Uning bak o'pkadagi har xil ishchiqlarga oid yaxshi manfaat qildi. Ikkinchi birisi, o'sha tomoq singilmay, "Voyjon ko'p oldi oshqizim" deb, "May yeltirib olib ba'zanlar jiddiy doktorxonaga ulgurmayman, yurak siqib olib yalni o'zi o'lab qolgan ko'rman odamlar, yeltirib o'lab qoldi degan gapni anladik-ku biz. Dal shunday chog'da turibni suyini ish ko'rsak bu adamning darhol qustuqini keltirdi. Qustirish xususiyati bor. Bu hazmni yaxshilash bilan birga yana turibning suyi qustirish xususiyati bor. Darhol qustagandan keyin mushu o'pka oshqozon tarafiga yig'ilib olgan buzuq yerlarni darhol haydaydi. Hamda turibni odatdagi qaynoq suvga chilab, odat ish bersangiz bo'pti, yoki bo'lmasa suvoq sayqib Lazı açırsa iqtibarsanlama hazmni yaxshilaydi. İştahını açıp ağzına şunda siyah su yığılıp ketdi. Dal demek şu onimiz bizning yegan tamoqimizni birinchidan hazm qilib bergan. Ikkinchidan buni vaqtida badan sirtiga chiqib o'tishga kuch hozirlagan turibdan birak ikkinchi bir yemaklik yo'q. Shu sababdan ajdodlarimiz bularning ham yuguzayotgan ham chiqib o'tgan xususiyatini bayqagan. Shunga turib bozorga kelsa tebib baqa qapti degan gap shu.